Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlarga ko'pchilik pensionerlar bilmay qolayotgan, bilmagani uchun esa har oy o'ziga tegishli pulni ola olmay yurgan juda muhim masalani tushuntiraman. Gap pensiyaga qo'shib berilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha to'lovlar, ustamalar va kompensatsiyalar haqida ketadi. Bu mavzu har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, qarindoshlariga va ertaga pensiyaga chiqadigan har bir odamga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam bilsa, shuncha ko'p pensioner o'z haqqini talab qila oladi. Men amaliyotda shuni ko'p ko'raman. Odam pensiyaga chiqqan, yillar davomida bir xil summani olib yuradi, lekin unga qo'shimcha to'lov tegishi mumkinligini umuman bilmaydi. Ba'zan pensionerning o'zi bilmaydi, ba'zan farzandlari e'tibor bermaydi. Ba'zan esa idoraga borganda unga hammasi avtomatik hisoblanadi. Sizga hech narsa tegmaydi deb umumiy javob beriladi. Natijada odam hujjat topshirmaydi, ariza yozmaydi, tekshirtirmaydi va har oy yo'qotishda davom etadi. Avvalgi tartibda ko'p masalalar qog'oz hujjatlar, arizalar va joylardagi ma'lumotnomalarga bog'liq edi. Ya'ni pensioner biror holat bo'yicha qo'shimcha to'lov olishga haqli bo'lsa ham, bu holat pensiya jamg'armasiga yetib bormasa, to'lov tayinlanmay qolishi mumkin edi. Hozir esa ayrim ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi, ayrimlari avtomatik ko'rinadi, lekin bu ham hamma narsa o'z-o'zidan bo'ladi degani emas. Ayniqsa staj nogironlik holati qaramog'idagi shaxslar, faxriy unvonlar, alohida xizmatlar, parvarishga muhtojlik, yashash sharoiti, hujjatlardagi xatolar kabi masalalarda pensionerning o'zi faol bo'lishi kerak. Eng katta xato shuki, odamlar pensiya bir marta tayinlandimi, endi uni o'zgartirib bo'lmaydi deb o'ylashadi. Aslida bunday emas. Pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi, yetishmayotgan staj kiritilishi, noto'g'ri hisoblangan davrlar tuzatilishi. Ayrim qo'shimcha ustamalar qo'shilishi mumkin. Lekin buning uchun asos bo'ladigan hujjat, ariza va talab bo'lishi kerak. Men bugun aynan shu narsani oddiy tilda tushuntiraman. Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar tekshirishi shart? Qaysi holatlarda qo'shimcha pul chiqishi mumkin va buni qanday talab qilish kerak? Birinchi navbatda qo'shimcha to'lov deganda faqat bitta turdagi pulni tushunmaslik kerak. Pensionerning pensiyasiga ta'sir qiladigan bir nechta omil bor. Masalan, mehnat staji to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Oylik ish haqi noto'g'ri olingan bo'lishi mumkin. Ayrim yillar arxivdan topilmagani uchun hisobga kirmay qolgan bo'lishi mumkin. Nogironlik guruhi, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, alohida davlat mukofotlari, qaramog'idagi mehnatga layoqatsiz oila a'zolari, damir yoshdan oshganlik, doimiy parvarishga muhtojlik kabi holatlar pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Har bir holatda shartlar boshqacha, hujjatlar boshqacha, hisoblash tartibi boshqacha. Men buni hayotiy misol bilan tushuntiraman. Deylik, bir ayol 1990 yildan 2005 yilgacha tikuvchilik fabrikasida ishlagan. Keyin bozor sharoiti sabab ish joyi yopilgan. Pensiyaga chiqayotganda unga undaqi yilish staji kiritilgan. Lekin yana 4 yil ish daftarida noaniq muhr, noto'g'ri sana yoki arxiv ma'lumoti bo'lmagani uchun hisobga olinmagan. Ayol esa buni bilmay, tayinlangan pensiyani olib yurgan. Agar o'sha 4 yil tasdiqlansa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Bu oshish har oy 7 ming, 20 ming yoki undan ko'proq bo'lishi mumkin. Kimdir uchun bu mayda puldek tuyuladi. Lekin biriga ko'paytirsa ki 20 ming so'm, 2 oyda 20 million ming so'm bo'ladi. 5 yilda esa bu 7 million so'mdan oshadi. Pensioner uchun bu dori-darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat puli degani yana bir misol. Erkak kishi umrining katta qismini qurilish tashkilotida ishlagan. Pensiyaga chiqqanida unga faqat rasmiy ish daftaridagi davrlar kiritilgan. Lekin u ayrim yillarda boshqa tashkilotda mavsumiy yoki shartnoma asosida ishlagan. O'sha davrlarda ish haqi to'langan, badallar ushlab qolingan. Agar bu davrlar arxiv, soliq tashkilot yoki sud tartibida tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Ko'pchilik aynan shu joyda to'xtab qoladi. Tashkilot yopilgan, demak bo'ldi deyshadi. Yo'q. Tashkilot yopilgan bo'lsa ham arxiv bo'lishi mumkin, huquqiy voris bo'lishi mumkin, soliq organlarida iz qolgan bo'lishi mumkin, ish haqi vedomoslari saqlangan bo'lishi mumkin, topilmasa ham. Ayrim hollarda sud orqali ish stajini aniqlash masalasi ko'tariladi. Yana bir muhim holat, qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs bor pensionerlar. Masalan, pensionerning qaramog'ida nogiron farzandi, voyaga yetmagan bola yoki
mehnatga layoqatsiz turmush o'rtog'i bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda ayrim to'lovlar yoki ustamalar bo'lishi ehtimoli mavjud. Lekin buning uchun shunchaki bir uyda yashashning o'zi yetmasligi mumkin. Qaramog'ida ekanini, daromad manbai yo'qligini, qarindoshlikni, nogironlikni yoki yoshni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. Men ko'rgan holatlarda odamlar faqat og'zaki aytishadi. Men bolamni boqaman, erim kasal. Onam men bilan yashaydi. Lekin ariza yozilmagan, hujjat topshirilmagan. Idora esa hujjatsiz qo'shimcha to'lov tayinlay olmaydi. Yosh bilan bog'liq masalalar ham juda muhim. Ayrim pensionerlar yoshi oshgani sari qo'shimcha ehtiyojga ega bo'ladi. Parvarish, dori-darmon, harakatlanishda yordam, uyda xizmat ko'rsatish. Bunday holatlarda qonunchilikda turli ijtimoiy yordamlar, kompensatsiyalar yoki xizmatlar ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin. Lekin odam buni pensiya bilan adashtirib yuboradi. Masalan, bitta to'lov pensiya jamg'armasi orqali, boshqa yordam mahalla yoki ijtimoiy himoya organlari orqali. Yana biri tibbiy xulosa asosida berilishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, sizga pul tegadimi yo'qmi? Buni bitta xodimning og'zaki javobi bilan yopib qo'ymang. Qaysi turdagi yordam haqida gap ketayotganini aniqlang. Kimlar ayniqsa tekshirish kerak? Birinchidan, pensiyaga chiqqaniga ko'p yil bo'lgan, lekin hech qachon qayta hisoblatmagan pensionerlar. Chunki eski hujjatlar bilan tayinlangan pensiyada ayrim davrlar tushib qolgan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, ish staji bir nechta joyda bo'lganlar. Zavod, kolxoz, shirkat, maktab, shifoxona, qurilish, xizmat ko'rsatish. Davlat tashkiloti, xususiy korxona. Joy qancha ko'p bo'lsa, xato ehtimoli shuncha yuqori. Uchinchidan, ayollar tug'ruq ta'tili, bola parvarishi, ish joy o'zgargan davrlar. Familiya almashgan holatlar hujjatlarda chalkashlik chiqarishi mumkin. To'rtinchidan, harbiy xizmat zararli yoki og'ir mehnat sharoiti, imtiyozli staj bo'yicha ishlaganlar. Beshinchidan, nogironligi bor pensionerlar, yolg'iz yashovchi pensionerlar, qaramog'ida boshqa shaxslar bo'lgan pensionerlar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ish joylaringiz elektron tizimda ko'ringan bo'lsa, pensiya tayinlash vaqtida sizga hisob-kitob varaqasi tushuntirilgan bo'lsa, stajingiz va oyligingiz to'liq kiritilganini hujjat bilan tekshirtirgan bo'lsangiz, albatta xato ehtimoli kamroq. Lekin baribir men tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki kamroq ehtimol 0 degani emas. Ayniqsa qo'shimcha to'lovlar faqat pensiya tayinlash vaqtida emas, keyinchalik holat o'zgarganda ham paydo bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner keyin nogironlik olishi, DXM yoshga yetishi, qaramog'ida shaxs paydo bo'lishi yoki ilgari topilmagan ariq hujjatini topishi mumkin. Endi eng nozik joyga kelamiz. Nega odamlar bu puldan bexabar qoladi? Men buni yashirish deb baholashdan oldin sabablarni ajratib ko'rsataman. Birinchi sabab huquqiy savodsizlik. Ko'p pensionerlar o'ziga tegishli huquqlarni bilmaydi. Ikkinchi sabab, idoralardagi tushuntirish sifati har doim ham yetarli emas. Xodimning vaqti kam, navbat ko'p, odamning savoli aniq emas, natijada umumiy javob beriladi. Uchinchi sabab hujjat muammosi. Pension arxiviga borishga qiynaladi. Qaysi hujjat kerakligini bilmaydi. Bir joydan ikkinchi joyga yuboriladi va oxiri taslim bo'ladi. To'rtinchi sabab qarindoshlarning befarqligi. Farzandlar ota-onasining pensiyasi qanday hisoblanganini umuman ko'rmagan bo'ladi. Beshinchi sabab odamlarning davlat o'zi biladi degan ishonchi. Men esa ekspert sifatida aytaman, davlat tizimi katta, unda ma'lumotlar bazasi bor, lekin sizning aniq hujjatingiz, aniq stajingiz, aniq holatingiz bo'yicha tashabbus ko'pincha o'zingizdan chiqishi kerak. Birinchi nuans, har qanday qo'shimcha to'lov ham avtomatik qo'shilmaydi. Masalan, sizda huquq bor, lekin hujjat yo'q. Huquq bor, lekin ariza yo'q. Huquq bor, lekin ma'lumot bazaga kirmagan. Shunday holatda pul tayinlanmay qolishi mumkin. Shuning uchun menga tegish kerak edi. Nega bermadingiz degan savolni kuchli qilish uchun qo'lingizda dalil bo'lishi kerak. Ikkinchi nuans. Og'zaki javobga ishonib qolmang. Siz pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki ijtimoiy himoya organiga borganingizda sizga tegmaydi deyishlari mumkin. Balki to'g'ri deyishgandir. Balki noto'g'ri tushunishgandir. Balki siz vaziyatni to'liq aytmagandirsiz. Shuning uchun muhim masalada yozma ariza bering. Yozma arizaga yozma javob so'rang. Yozma javobda qaysi qonun, qaysi asos bilan rad etilgani ko'rsatilishi kerak. Ana shunda keyingi bosqichda shikoyat qilish yoki maslahat olish mumkin bo'ladi. Uchinchi nuans. Pensiyani qayta hisoblash har doim ham orqaga cheksiz davr uchun
pul olib beradi degani emas. Ba'zi holatlarda to'lov ariza berilgan kundan, ba'zi holatlarda hujjat taqdim etilgan kundan, ba'zi holatlarda xato aniqlangan davrdan hisoblanadi. Bu masala aniq turdagi to'lov va qonuniy asosga bog'liq. Shuning uchun vaqtni cho'zish zarar. Agar bugun shubha bo'lsa, bugun harakat boshlang. Bir oy kechiksangiz, bir oylik ehtimoliy qo'shimcha puldan ayrilishingiz mumkin. 4-nuans. Hamma ham bir xil qo'shimcha to'lov olmaydi. Ikki pensionerning yoshi bir xil bo'lishi mumkin, lekin biri ko'proq oladi, biri kamroq oladi. Sababi staj, ish haqi, toifa, nogironlik, imtiyoz qaramog'idagi shaxs. Hujjatlarning to'liqligi farq qiladi. Shuning uchun qo'shnining pensiyasiga qarab xulosa chiqarmang. Unga qo'shilibdi, menga ham qo'shilishi kerak yoki unga qo'shilmagan, demak menga ham yo'q degan yondashuv noto'g'ri. Har bir ish alohida ko'riladi. 5-nuans. Ayrim to'lovlar pensiya emas, ijtimoiy yordam bo'lishi mumkin. Masalan, kam ta'minlanganlik, yolg'izlik, parvarishga muhtojlik, nogironlik vositalari sanatoriy yo'llanmasi, kommunal yordam, oziq-ovqat yoki dori-darmon bilan bog'liq yordamlar boshqa tartibda berilishi mumkin. Pension esa bularning hammasini bitta joydan so'raydi va rad javob oladi. To'g'ri manzilni bilish juda muhim. Pensiya masalasi bo'lsa, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy xizmat bo'lsa, ijtimoiy himoya bo'limi, mahalliy yordam bo'lsa mahalla, tibbiy asos bo'lsa poliklinika va tibbiy komissiya, hujjat yo'q bo'lsa arxiv yoki sud. 6-nuans. Familiya, ism, otasining ismi va tug'ilgan sana xatolari. Bu oddiy ko'rinadi, lekin pensiya hisobida katta muammo tug'diradi. Masalan, ish daftarida Tursunova yozilgan, pasportda Tursunboyeva bo'lib ketgan. Yoki eski hujjatda tug'ilgan yil bitta raqamga xato. Bunday holatda arxiv ma'lumoti topilsa ham, uni sizga bog'lash qiyinlashadi. Bu muammoni tuzatish uchun nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi, arxiv aniqlashtiruv yoki sud qarori kerak bo'lishi mumkin. 7-nuans. Pensioner ishlashni davom ettirsa, ayrim hisob kitoblar o'zgarishi mumkin. Hamma holatda ham qo'shimcha staj avtomatik pensiyani oshirib yuboradi deb o'ylamang. Ishlayotgan pensionerlar uchun qaytaflash tartibi alohida bo'lishi mumkin. Badallar va ma'lumotlar bazasi tekshiriladi. Agar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan bo'lsangiz, bu davr pensiyaga qanday ta'sir qilishini albatta so'rang. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, pensiyangiz qanday hisoblanganini bilib oling. Pensiya bo'limiga borib, pensiya tayinlashdagi stajingiz, hisobga olingan ish haqi davrlari, imtiyozlar va ustamalar bo'yicha ma'lumot so'rang. Siz shunchaki pensiyamni oshirib bering demang. Aniq so'rang. Mening umumiy ish stajim necha yil deb hisoblangan? Qaysi ish joylarim kiritilgan? Qaysi davrlar kiritilmagan? Pensiyamga qanday ustamalar qo'shilgan? Qaysi asos bilan rad etilgan davrlar bor? Ikkinchi qadam. Hujjatlaringizni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, ish haqi haqidagi ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, harbiy bilet, diplom, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrashish guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, qaramog'idagi shaxs bo'yicha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bir papkaga soling, nusxalarini tayyorlang, asl nusxani alohida saqlang. 3-qadam, mehnat daftarchangizni satr-satr tekshiring. Har bir ishga kirgan va ishdan chiqqan sana bor yo'qligini ko'ring. Mur o'qiladimi? Buyruq raqami yozilganmi? Tashkilot nomi aniqmi? Familiyangiz to'g'rimi? Bo'sh joylar yo'qmi? Agar biror davr shubhali bo'lsa, o'sha tashkilotning arxivini izlang. Tashkilot yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Ba'zan sobiq korxonaning hujjatlari boshqa tashkilotga topshirilgan bo'ladi. 4-qadam, yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiyam tayinlanishida hisobga olingan ish stajim, ish haqi davrlarim va qo'shimcha ustamalar bo'yicha qayta tekshiruv o'tkazishingizni so'rayman. Agar menga tegishli davrlar yoki qo'shimcha to'lovlar hisobga olinmagan bo'lsa, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Rad etilgan taqdirda, rad etish sabablarini qonuniy asoslar bilan yozma ravishda berishingizni so'rayman. Bu arizani topshirganda kirim raqami oling yoki elektron tarzda yuborsangiz, tasdiqni saqlab qo'ying. 5-qadam. Bitta idora bilan cheklanib qolmang. Agar masala staj bo'lsa, arxiv kerak bo'lishi mumkin. Agar nogironlik yoki parvarish bo'lsa, tibbiy muassasa va ijtimoiy himoya kerak bo'lishi mumkin. Agar qaramog'idagi shaxs bo'lsa,
fuqarolik holati hujjatlari, yashash joyi, daromad, nogironlik yoki yosh bo'yicha hujjatlar kerak bo'ladi. Agar rad javobi asossiz deb o'ylasangiz, yuqori turuvchi organga, adliya organlariga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bor. 6-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Men buni alohida aytaman, chunki ko'p pensionerlar ariza yozish, elektron tizimga kirish, arxivga murojaat qilish, hujjat nusxasini tayyorlashda qiynaladi. Agar sizning ota-onangiz, buvingiz yoki bobongiz pensiya olayotgan bo'lsa, ularning hujjatlarini bir marta ko'rib chiqing. Pensiya summasini so'rash uyat emas, bu ularning haq-huquqi. Bir necha soat vaqt ajratsangiz, balki ular har oy qo'shimcha pul olishni boshlashi mumkin. 7-qadam. Va'daga ishonmang, hujjatga ishoning. Kimdir men tanish topib beraman, pul berilsa oshirib beramiz. Hammasini hal qilamiz desa, ehtiyot bo'ling. Pensiya qonuniy hujjatlar asosida hisoblanadi. Noqonuniy yo'lga kirmang, pul bermang, vositachilarga aldanmang. Sizning eng kuchli qurolingiz bu ariza, hujjat, yozma javob va qonuniy tartibdir. Yana bir amaliy misol keltiraman. Pensioner ayolning pensiyasi 1.200.000 so'm bo'lgan. Farzandi mehnat daftarchasini tekshirgan edi. 1927 yildan 1992 yilgacha bo'lgan davr hisobga kirmaganini ko'radi. Arxivga so'rov berishadi. Ish haqi vedomoslari topiladi. Pensiya qayta hisoblangach oyiga 1.000 so'mga oshadi. Bu bir yilda 2.160.000 so'm degani. Eng muhimi, bu ayol hech kimdan yordam so'ramagan bo'lardi. Agar farzandi hujjatni tekshirmaganda shu puldan bexabar yuraverardi. Yana boshqa holat. Pensioner erkak nogironligi bo'yicha qo'shimcha imtiyoz bo'lishi mumkinligini bilmagan. U faqat yoshga doir pensiya olayotgan, nogironlik hujjati esa boshqa papkada yotgan. Ayrim ijtimoiy yordamlar va xizmatlardan foydalanish imkoniyati borligi aniqlangan. Bu har doim pensiya summasi keskin oshadi degani emas, lekin pensioner transport, dori, reabilitatsiya, parvarish yoki boshqa yordamlar bo'yicha yengillik olishi mumkin. Demak, faqat pensiya summasiga qarash ham yetarli emas, umumiy ijtimoiy huquqlarni ham tekshirish kerak. Azizlar, men bugun aytmoqchi bo'lgan asosiy fikr shuki, pensiyaga qo'shiladigan to'lovlar, ustamalar va qayta hisoblash imkoniyatlari bor. Lekin ular har doim ham pensionerning qo'liga avtomatik kelib tushmaydi. Kimdir hujjat topshirmagani uchun olmaydi. Kimdir bilmagan uchun so'ramaydi. Kimdir og'zaki rad javobidan keyin to'xtab qoladi. Siz esa bunday qilmang. Pensiyangizni tekshiring, stajingizni solishtiring, hujjatlaringizni yig'ing, yozma ariza bering va yozma javob talab qiling. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Bir qarashda kichik ko'rgan qo'shimcha pul yillar davomida katta summaga aylanadi va pensionerning hayot sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Sizning hududingizda shunday holatlar bo'lganmi? Pensiyangiz qayta hisoblanganmi yoki sizga tegishli to'lov rad etilganmi? Fikringizni kommentariyada yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta yaqinlaringizga yuboring.